Assalomu alaykum, hurmatli narx-navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana Artel rasmiy do'konidan televizorlar narxlari bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda har xili bor. Pulingizga qarab olaverasiz. Eng hadavo, eng ko'pchilik xohlaydigan 32 talik, 43 talik, 40 talik televizorlar narxlari kim bo'lari endi kattalari ketaveradi. 10 million, 15 million qarab ketaveradi. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahar Artel rasmiy do'konidan ko'rsatib o'tyapman. Mo'ljal Indenim savdo markazining ro'parasida joylashgan. Xo'p, bu yerda mana eng ko'pchilikka qiziq 32 talik televizorlar. Bular Artel brendidan 1 million 400 ming so'mdan boshlanadi. 2026-yildagi narxlar. 1 million 400 ming so'mdan boshlanadi, ya'ni oddiy LED televizorlar 1 million 700 ming so'mgacha boradi. Ular anaqa smartlari bo'ladi. Tushunarli bo'ldi menimcha. Keyin 43 talik bundaqa katta variantlari bor. 42 ta 43 talik variantlari. Ular 2 million 500 mingdan boshlanadi. 2 million 400, 2 million 500 mingdan oddiylari boshlanadi. Toki 3 million 500 ming so'mgacha boradi smartlari, ya'ni eng qimmatli variantlari. 2 million 400 mingdan 3,5 million so'mgacha. Mana bunaqa kattalarchi desa, kattalar ham farqi bo'ladi, sifatiga qarab, razmeriga qarab. 10 million, 15 milliongacha, 8 millionliklari ham bor. Har xil ketaveradi narxlar. Video qisqa bo'ldi. Endi asosiy kerakligi narx o'sha 32 talik bilan 43 talik ko'pchilikka qiziq. Mana shunaqa narxlar 1 million 400 mingdan 1 million 700 ming so'mgacha 32 taliklar, 2 million 500 mingdan 2 million 400 mingdan 3 million 500 ming so'mgacha 42, 43 taliklar. Qolganlari bu yoq ketadi. 6 million, 8 million, 10, 15 millionga qarab ketaveradi. Ularni endi alohida kelib ko'rasiz.